Stoqobil obunachilarga yana bitta Nexia qabul qilib oldi. Bunda bo'lgan holat motoriska bo'libdilar, Gulcheta to'g'oniga boshqa joy bo'libdilar, zavet bo'lganda shaldiraz bor. Shaldiravni deyishibdi, o'tda qo'volini ham to'g'latishibdi. Chiqmabdi, motoriska bo'lsa, ag'ni bag'ini ko'rish zo'r hamma yo'q. Biz gap kelishuvda aytdilar, "Okam oldin ham kechirgan" deyishuvda, "Ha, bo'pti, biz ham ko'raluvchi, bizdan nima ketdi" dedim. Unda o'tishgandi buni, va qarashgan. "Ha, butun ekan" deyishgan, teshuvlar yaxshi turibdi. "Ha, mana ko'rishgan, mana bu ham yaxshi ekan mana. Bir emas, ikkita qovoq bor ekan, Gulchetalar mana. Dedim, "Oka, dedim, to'yib beramiz, xudo xohlasa, ay mana" dedim. Deyishdi mana uni. Ba'zilarga ham yaxshi bo'ladi-da, manfaatli bo'lish uchun video qilibdi mana. Sal pastroqdan video qilinsa, mana ko'rinayotgan sababi mana bir tomoni zazor zo'r, ikkinchi tomoni yopishib qolgan mana. Bag'dan boraylik endi. Mana ko'rinibdimi? Qapishib qolgan, qaydandir urilgan mana. Mana shu tegib tir deganda u chiqdi. Bak o'ganni ham bir ko'rsataman. Mehnatga lak bo'lishidan chiqmasin.